Xo'p, ikkinchi gruppa, birinchi kurs, yo'q, ikkinchi kurs, birinchi guruh ustozasi Oyishaxon ustoza. Mashallah. Mashallah. Alohida hadiyalarimiz bor. Mashallah. Ikkinchi kurs, ikkinchi gruppa ustozasi Ominaxon ustoza. Mashallah. Mashallah, voy mashallah. Ustozalarni taqdirlash kerak. Mashallah. Ikkinchi kurs, uchinchi guruh ustozasi Muhsinaxon ustoza. Mashallah. 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 Birinchi ustozlarning qaniki demaylar, qurug'ini uzatishib qo'ydi. Mashallah. Xo'p, ikkinchi kurs, 4-chi guruh ustozasi Ayyonaxon ustoza. Mashallah. Mashallah. Ikkinchi kurs, 5-chi guruh ustozasi Azizaxon ustoza. Mashallah. 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 Mana qo'shimcha padatkasiga qarang. Mashallah. Azizlar. O'rtadagi ustozlarimiz ketyapti, bu ustozlarimiz bilan xayrlashyapmiz. Allohim kelgusi hayollarini Allohim go'zal qilib bersin, turmushga chiqyapti. Allohim mana qancha qizlarimiz qoriya bo'lishiga sababchi bo'ldi. Ilohim degan mehnatini haq hurmatidan Allohim to qiyomatgacha keladigan zurriyotlarini hafizi Qur'onlardan qilsin. Taqvoli qorilardan qilsin, ilmiga amal qiladigan olimlardan qilsin. Kelajakda shayxul islom bo'lgan farzandlar bilan Alloh quvvatlasin. O'zingizni ham Allohim charchatmasin. Allohim avvalo o'zingizga ilmga amal qilishlikni nasib qilsin. Farzandlaringizga nasib qilsin. Lekin qolgan atrofdagilarga ham Allohim nasib qilsin. Biz sizdan rozimiz, siz bizdan rozi bo'ling. Mehnatlaringizga rozi bo'ling. Talabalaringiz ham inshaalloh haftalarda kutib qolamiz, ustozimiz inshaalloh. Xudo xolasa Alloh nasib qilsa, ketib qolmasanglar, Rossiyaga ham ketib qolar ekan, ketib qolmasanglar inshaalloh haftalarimizga keladi. Mana 2 yil muddat ichida bu qizimiz bilan mazza qilib ishlagan, zarracha ham oramizdan g'illu g'ashlar o'tmadi, alhamdulillah. Allohim bu qizimizni xayrli qilib bersin, barakatli qilib bersin, umrlarini ham, oxirini ham, o'rtasini ham, boshini ham Alloh o'zi go'zal qilib bersin. Mashallah. Sizlar ko'p qo'ydinglarmi?